Hop yerini işletemiz endi. Hop settings nokta koyaman. Import etaman. No settings çağırıp alaman. Ana endi işletemen. Ina statik inersem karanglayın. 3 tertipte yazılışı gerek. No dep koydu ina. Settings'in içinde media ru URL ya yazdık şu nimağı. Aynen 3 tertipte boladı. No isle settings'in içinde yine 3 vereceğiz asla. Settings'i çağırıp alamız. Ebede settings kichkina harfda bo'ladi. Tushunarlimi? Ana endi kelamandan loyihani ko'raman. Loyiham to'xtab qolgan. Qaytadan run server beraman. Hammasi ishlab turibmi? Error berdi. Sabab necha? Media URL must be slash bo'lishi kerak dedi. Slash bilan yozilishi kerak dedi. Bu settingsdagi media URL'ning slash bilan yozishing kerak dedi. Tushunarlimi? Oxirida dedi. Yana hamma narsa to'g'ri. Endi ishlatishim kerak. Run server etishim kerak. Muammosi yo'q, shundaymi? Slash bilan qo'yib berasizlar. Endi kelaman upload beraman. Rasmim chiqmadi. Endi qaytadan admin paneldan toza post yaratib ko'raman. Kelaman. O'zbekiston yangiliklari kimdir yozdi. Bir narsalar deb yozdi. Keyin save qildi. Rasm joylamadim qo'ying. Upload beraman. Imchekkasi chiqarib turibdi. Ko'rib turibsizlarmi? Yana shu postning hozir kamchiligi bor ekan, to'g'rilaymiz buni. Yana shu postni chiqarib. Ha, shu yerdan muammo. Rasm joylab beralkan, rasmni topaman ekan. Sertifikat degan rasm joylaymiz, joylaylik qani ikkinchiga chiqarib. Mana ko'rdingizlarmi? Rasmlarni chiqarib boshladi. Tushunarli bo'ldimi? Hozir endi yonboshini tashamay, no'g'a tashab boryapti. Tena. Nerni tushunmadingizlar? Hali ro'yxatda o'tish, loginlar ishlab turibdi, home page'ini. Home'ni endi ulab qo'yamiz. Bilamizmi? Shu home degani boshda, shu bosh sahifaga qaytsin. Hozir o'zgartiramiz buni. Yo'q, hozircha shunday bo'lib turaversin, yana shunday. Tushunarli? Tushundingizmi? Kamchiliklari hozircha ko'p. Nishon desa yana ko'rgan bo'lsangizlar, bo'ladi. Admin paneldan object one deb yotibdi. Velam to'g'rilaymiz. Sizlar necha bo'lgan yer aytib beringlar.